Iste'dodli shoira, jozibali nasriy asarlar muallifi Saida Zunnunova 1926-yili Andijon shahrida xizmatchi oilasida dunyoga keldi. O'rta maktabni bitirgach, Andijon pedagogika institutiga o'qishga kiradi. O'qishni tamomlab, maktabda muallima bo'lib faoliyat yuritadi. Saida Zunnunovaning birinchi she'ri 1945-yili Paxta fronti gazetasida bosilgan. Adabiyotga muhabbat yosh shoirani O'rta Osiyo davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakultetiga yetakladi. U o'qishni tamomlab, Gulxan jurnali, O'zbekiston madaniyati gazetasi va Badiiy adabiyot nashriyotida, shuningdek, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida maslahatchi bo'lib xizmat qildi. Saida Zunnunova ayni kamolot yoshida 1977-yili og'ir xastalikdan keyin vafot etgan. Shoiraning yoshlik sururi, vatan shukuhi va mehnat nashidasini tarannum etuvchi Qizingiz yozdi, yangi she'rlar, Gullar vodiysi, Qizlarjon, Bir yil o'ylari she'riy to'plamlari kitobxonlar tomonidan iliq qabul qilindi. Saida Zunnunova nasrda ham sermahsul ijod etgan adibadir.